zo'r chiqibdi, gap yo'q, lekin mana shu do'stlar, assalomu alaykum. Samarqandda Chaynidagi obyektimiz. Bu yer yangi qurilgan imorat va darvozaxonaning bir to'riga mana shu Shohruxjon ustomiz, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana shu barbekü kompleks yasab berdilar. Bitta tanishtirib chiqing, nimalar bo'ldi bu yerga? Xo'sh, mana bu yerga bitta moyka bo'lyapti. Bu yoqlariga рабочий zona, удобство qilish uchun polniy. Mana bu yerga bitta gaz plita bo'ladi, usti. Pastiga duxovkasini ham qo'ysa bo'ladi. Mana bu yerga bitta mangal 1 metrlik, ichlari polniy огнеупорный bilan bo'lgan. Bu yerga bitta 40 litrlik qozon, bu ham ichi polniy огнеупорный bo'lgan. Удобство uchun, qulaylik uchun mana shu yerga bitta ostrovcha qilib berdik uyning egalariga. Zo'r chiqibdi, gap yo'q, lekin mana shu rang ham bir hozirgi trenddagi ranglardan biri hisoblanadi. Shohruxjon, bu yerga option nechta g'ish ketdi Lego g'ishdan? Lego g'ishdan 1200 ta ketdi, огнеупорныйdan 200 ta ketdi. Necha kun ishladingiz? Shu 10 kun davomida bitti, xudo 10 kun davomida xudo xolasa mana shu chiroyli qilib uyning egalariga topshirdilar. Azizlar, kimga mana shu xizmatlar kerak bo'lsa, agar men Shohruxjonni nomerlarini pastga yozib qo'yib beraman. Aloqaga chiqaverasizlar, Samarqand bo'yicha sizlarning xizmatinglarda.